Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşduracağıq. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Amazon şirkəti Uyğurlarını bastırışqa çetişlik Xitay şirkətindən mal kirgizdi. Reuters agentliği aşkarlagan uçurlarda ma'lum bo'lishicha, Amazon şirketi yuqum mezgilda Amerikaning qora tizimlikidagi Xitoy shirkatidan mal kirgizgan. Germaniya ovozi to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Amazon shirkati Xitoyning Zhejiang Dahua shirkatidan 10 million dollar qimmatidagi 1500 dona temperatura o'lchash kamerasi sotib olgan. Halbuki Dahua shirkati qatorliq 8 Xitoy shirkati Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish, tutqun qilish va nazorat qilish qilmishiga chetishlik deb qaralib, oldingi yili Amerikaning qora tizimligiga kirgizilgan. Amazon shirkati bu uchurni dalillashni rad qilgan va shirkatning mal kirgizishining Amerika qonuniga uyg'un ekanligini, bu apparatlarni xizmatchilarining temperaturasini o'lchash uchun ishlatilganligini bildirgan. Amerika qonuniga asosan hukumat organlarining mazkur qora tizimlikdagi shirkatlardan mal sotib olishi cheklangan bo'lsa-mu, ammo shaxsiy shirkatlarga ruxsat qilingan. Bu sababdan Amazon şirketi haqiqatan qonunga xiloflik qilmagan. Shundaqdimi dunyodagi eng chong shirkatlarning biri bo'lgan Amazon shirkatining qora tizimlikdagi Xitoy shirkati bilan savdo aloqasida bo'lishi taratqularning diqqatini qo'zg'amoqda. Yana bir tarafdan Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 29-aprel kuni bayonot e'lon qilib, Amazon shirkatining Sharq Turkistondagi nazorat ta'qib sistemasiga bevosita chetishlik bo'lgan Dahua shirkatidan 10 million dollar qimmatidagi uskunlarni sotib olganligiga norozilik bildirdi. Trump Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqqanligini isbotlaydigan paketni ko'rdim dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy virusining Xitoyning Wuhandagi tajribaxonasidan chiqqanligini isbotlaydigan paketni ko'rganligini, ammo hozircha tafsilotlarini ham baharlay olmaydiganligini aytdi. Trump Aqsaraydagi yashanganlarni qo'g'dash temasida o'tkazilgan suhbat yig'inida kun tartibdagi masalalarga doir savollarga javob berdi. U muxbirlarning Wuhan virus institutining virusning manbasi ekanligiga doir sizni yuqori darajada ishontira oladigan paket ko'rdingizmi degan savoliga "Ha, men ko'rdim" deb javob berdi. Muxbirlar bu vaqtdagi savollarda ching turib olgandan keyin Donald Trump Xitoy buni qasddan yoki ehtiyotsizlikdan tarqatgan bo'lishidan qat'iy nazar tekshiruvchilarimiz hozir xizmatlarini davomlashtiryapti. Men hozircha sizlarga buningdan ko'p ma'lumot bera olmayman dedi. Trump Xitoy virusi vabosi masalasida Dunyo Sahiyya tashkilotini tanqid qilib, Dunyo Sahiyya tashkiloti o'zidan nomus qilishi kerak. Chunki u Xitoyning ommaviy munosabat organiga o'xshash xizmat qilmoqda. Biz har yili bu tashkilotga 500 million dollar atrofida pul to'lasak, Xitoy faqat 38 million dollar to'laydi. Buning oz yoki ko'p bo'lishi muhim emas. İnsanlar qo'rqinchli xatoliklarni sodir qilganda, bo'libmi dunyodagi 100 minglagan kishining o'limiga sabab bo'ladigan xatoliklarni o'tkazganda, Dunyo Sahiyya tashkilotining buningga ko'rsatadigan bahonasi bo'lmaydi dedi. Donald Trump Amerika Xitoyga milliardlarcha dollarlik mablag' solgan bilan Xitoyning Amerikaga hech narsa bermaganligini aytdi va Xitoy bizga 10 sentmi bermadi dedi. Yana bir tarafdan Trump noyabrdagi saylovlarda Xitoyning o'zining o'rniga prezident nomzodi Joe Bidenning saylanishini orzu qilganligini ta'kidlab, Xitoy mening yana bir qatim prezidentlikka saylanishimni xohlamaydi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyni zulm siyosatini oyoqlashtirishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy rejimini Sharq Turkistondagi zulm siyosatini darhol oyoqlashtirishga chaqirdi. Ministerlik 29-aprel kuni Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqun harakati yurgizilib, lagerlar paydo bo'lganligiga 3 yil to'lgan mezgilda Erkin Osiyo radiosining bu vaqtdagi savollarga javob qaytardi. Bayonotda mundaq deyilgan: Biz Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi bostirish harakatini to'xtatishga, xohlagancha qo'lga ilinganlarni darhol qo'yib berishga va rayonda elib berayotgan ming'yush tahdid harakatini oyoqlashtirishga chaqiramiz. Xitoy rejimi cho'qim o'zi qo'l qo'ygan xalqaro qonunlarga amal qilishi kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligi yana Xitoy virusining Sharq Turkistondagi lagerlarga tarqalish ehtimolligining o'zlarini andishiga solganligini ta'kidlagan.
Sharq Turkistonda yuqum mezgildagi karantin tadbirlari jarayonida kishilarning uylarida yemak-ichmaksiz qolganligiga oid sin ko'rinishlari tarqalib, zo'r inkas qo'zg'agan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida bu masala tilga ilingan. Bayonotda mundaq deyilgan: biz bir qism Uyg'urlarning karantin mezgilida ocharchilik tortganligiga oid ijtimoiy taratqularda aylanib yurgan videolarni ko'rib cho'chib ketdik. Yetarlik yemaklik, dori va keraklik buyumlar bilan ta'minlash har qanday karantin qilish tirishchanligining muhim tarkibiy qismi bo'lishi kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy rejimi Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqun harakati yo'l qo'yganligiga 3 yil to'lgan mushkullarda Xitoy rejimini xohlagancha tutqun qilingan bu kishilarni darhol qo'yib o'tishga chaqirgan va ziyonkashlikka uchrag'uvchilardan hol so'rab, biz Xitoy Kompartiyasining bostirish harakatining bevosita ta'siriga uchragan botur shaxslar va ularning oila tabiatlaridan samimiy hol so'raymiz degan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı tunji qatim Xitoyni ayıpladı. Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan buyon izchil holda Xitoyning tarafini elib kelgan, bu sababli xalqaroning kuchli tanqidiga uchragan Dünya Səhiyyə Təşkilatı kutilmagan yerdan tunji qatim Xitoyni ayıpladı. Fransiya Xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Dünya Səhiyyə Təşkilatıning Xitoyda turishliq vakili Dr. Gordon Gallia Angliya Sky News kanalining ziyoratini qabul qilib, Dünya Səhiyyə Təşkilatıning virusni tekshirish xizmati haqida Xitoyga ko'p qatim talab sunganligini, ammo Xitoyning izchil rad qilib kelganligini bildirdi. U so'zida Xitoy virusining manbasini aniqlashning zarurligini, shundaqla Wuhandagi 2 tajribaxonaning xizmat xotirasini tekshirish kerakligini, ammo Xitoyning Dünya Səhiyyə Təşkilatını tekshirish xizmatiga qatnashtirmaganligini, tajribaxonaning xizmat xotirasini ko'rishga ruxsat qilmaganligini bildirdi. U yana Dünya Səhiyyə Təşkilatıning virus manbasini Wuhan deb qaraydiganligini, ammo yasab chiqilgan emas, balki tabiiy paydo bo'lgan degan qarashda ekanligini ta'kidladi. Dr. Gallia Dünya Səhiyyə Təşkilatıning yuqumning dastlabki mezgillaridagi roli haqida tushuncha berib, ayni vaqtda faqat Xitoy ta'minlagan uchurlarga erisha olganligini, virusning yuqishchan ekanligidan gumon qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning dastlabda virusning odamdan odamga yuqmaydiganligi haqida ma'lumot berganligini aytib, Dünya Səhiyyə Təşkilatını aqlagan. Növbəti Dünya Səhiyyə Təşkilatı yordam xarajati to'xtab ketish, tekshirish talab qilinish qatorliq turli besimlarga duch kelmoqda. Mike Pompeo Xitoyni Wuhandagi tajribaxonalarini ochishga yana bir qatim chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyni Wuhandagi tajribaxonalarini mustaqil tekshiruvchilarga ochib etishga yana bir qatim chaqirdi. U 29 aprel chorshanba kunidagi so'zida bizning va dunyoning Xitoy virusining qanday paydo bo'lganligini tushunish huquqi bor. Bu virusning kelib chiqish sababini oshkorlash Xitoyning majburiyati dedi. Mike Pompeo Xitoy rejimining Wuhandan tarqalgan virus haqida samimiy bo'lmayotganligini har fursatda tilga elib kelayotgan Amerika amaldorlarining biri. U 29 aprel kuni Tashqi ishlar ministrligida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida yana bir qatim bu masalani tilga elib mundaq dedi. Biz va dunyo Wuhandagi virus tajribaxonasiga kirolmayotimiz. Xitoyda murakkab kasallik mikroblarini tadqiq qiladigan tajribaxonalardan bir qanchasi bor va ular hali ham ochiq. Biz ularning bundaq ahvolning qayta yuz bermasligiga kafolatlik qiladigan darajada bexatarlik tadbirlarini kuchaytgan yoki kuchaytmaganligini bilmaymiz. Xitoy bo'lsa Amerikaning va xalqaroning talabiga moslashish u yoqda tursin. Aksiga Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ni dunyo tinchligining eng cho'ng dushmani deb tanqid qilgan. Xitoyning hukumat ovozi bo'lgan Yer shari vaqti gazeti bu vaqtdagi maqolasida Mike Pompeo'ning Xitoyga g'arazlik holda hujum qilayotganligini ilgari surgan va Mike Pompeo Amerikaning Xitoy Kommunist partiyasiga hujum qildigan eng aktiv yuqori darajalik amaldori. U Amerikaning sotsialistik Xitoyga bo'lgan qattiq dushmanligini namoyon qilmoqda. Bu ham uning Amerika va Xitoyni strategik raqobatga ittirishdek yomon g'arizni oshkorladi deb yozgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyingmo Xitoyda echilishi cheklangan Twitterda Mike Pompeo'ni yolg'on uchur tarqatdi deb shikoyat qilgan. Mike Pompeo bo'lsa 29 apreldagi so'zida Xitoy Kommunist partiyasi har doim bizga o'zlarining Amerika bilan sherik bo'lg'imiz bor deydi. U holda ishonchlik sheriklarning bundaq uchurlarni o'rtoqlashish majburiyati bor deb ta'kidlagan. Filippin Xitoyga e'tiroz bildirdi. Amerika ovozi to'rining 30 apreldagi xabarda bildirilishicha, Filippin Xitoyning Janubiy dengizdagi Spratli orolini
ma'muriy markaz qilib bekitganligiga e'tiroz bildirgan. Filippin tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Xitoyning talash tartish qilinayotgan Spratli taqim oroli Xitoyning tilida Nansha orolidagi kichik orolni qonunsiz holda ma'muriy markaz deb bekitganligini, buningga norozilik bildirganligini ta'kidlagan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Osiyo davlatlari Xitoy virusi yuqumiga taqobil turish bilan oldirach bo'layotganda, Xitoy harakat boshlab, eng yangi dengiz egilik huquq mojarosini paydo qilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo oldingi hafta Xitoyning yuqum mezgildan foydalanib, egilik huquqi da'vosi qilganligini ayblagan edi. Filippin tashqi ishlar ministrligi bayonotida Xitoyni xalqaro qonunlarga rioya qilishga chaqirgan. Hamda Xitoyga 2002 yildagi kelishimni ijro qilishni eskartib, Janubiy dengizdagi egilik huquq talabi bo'lgan davlatlarni o'zini tutib olishga va talash tortishlarni keskinlashtirib, rayon muqimligini qalaymiqonlashtirishni to'xtatishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Spratli orolini Janubiy dengizdagi eng ilg'or orol bazasining biri sifatida taraqqiy qildirgan bo'lib, boshqarilgan bomba, radar va havo yo'li sistemalarini o'rinlashtirgan. Kissingerning xato siyosatini baldurroq tunib yetishimiz kerak edi. Dunyoning nurg'un davlatlariga, jumladan Amerikaga yamrab ko'p sonda odamning yuqumlanishi va o'lishi, shuningdek ig'ir iqtisodiy ziyonlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan Xitoy virusi masalasida Amerika hukumatining Xitoyni ayblashi o'tirg'i chiqayotganda, Amerikaning diplomatiya sohasidagi muhim shaxslardan biri bo'lgan Henry Kissinger apandi Wall Street jurnali gazetida Wuhan virusi xalqaro tartibni o'zgartirdi sarlavhalik bir maqola e'lon qilgan. U maqolasida dunyoviy yuqumliq kasallikka billa taqobil turish, uzluksiz chekinayotgan iqtisodni yaxshilash va Amerikaning xalqaro tartibdagi o'rnini saqlab qolish uchun Xitoy bilan munosabatni yaxshilash kerak degan fikrlarni o'tirg'i qo'ygan. Kissingerning o'zining mag'lub bo'lgan siyosatini yoqalab, yana xalqaro tartibda Xitoy bilan hamkorlashishimiz kerak deyishi bir qism siyosiy analizchilar orasida kuchli g'ulg'ula paydo qildi. Kissingerning fikrining aksicha 28 aprel Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning Xitoyning Wuhan virusini kontrol qilish ahvolini tekshirganligini, Xitoy virusining Amerikaga keltirib chiqargan ziyni uchun Xitoyni 130 milliard dollar to'lam to'ladiganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mo Xitoyning virusga munosabatlik uchurlarni yushirganligini tanqid qildi. Texas San Antonio universitetining siyosiy fanlar professori Bradley Zayir va Xitoy fuqarolari huquqiy tashabbuschisi Lian Chao Amerika Davlat Majlisi nashriyoti tomonidan nashr qilingan To'pilik gazetida maqola e'lon qilib, Kissingerning maqolasi deyilganlarga qarata o'zlarining o'xshamaydigan ko'z qarashlarini o'tirg'i qo'ygan. Maqolada Kissingerning siyosati davom qilib, Xitoy muvaffaqiyatli holda Amerikaning o'rnini elib dunyoga xo'ja bo'lsa, bugungi xalqaro tartibning qimmat qarashini tubdan yo'qotadi deganda qarashlar o'tirg'i qo'yilgan. Professor Bradley yana Xitoy virusi ofatining foydali taraflaridan biri mushqitim kishilar xatarni tonishi mumkin. Kishilar bu qanday yuz berdi deb so'rashga boshlaydi. Buning javobi amaliyotda buni 3 turlikdir. Ya'ni Xi Jinping Xitoy virusi haqida nimalarni biladi, qachondan boshlab bilgan. Dunyo sog'liq tashkiloti Xitoy virusi haqida nimalarni biladi, qachondan boshlab bilgan. Dunyo ularni qanday hisobga tortadi? Mushu savollarga javob chiqqanda hisob to'g'ri chiqadi. Professor Bradley Zayir va Lian Chao o'z maqolasida yana dunyo Xitoyning qanday qilib dunyo jamoatining kishilik huquq ko'z qarashini o'zgartirayotganligiga shohid bo'ldi. Xitoy musulmon ommasini yig'ib olish lagerlariga so'lash orqali dunyoda ikkinchi qatim yig'ib olish lagerini paydo qildi. Buni ko'rgan oz sondagi Xitoy mutaxassislari, savdogarlar, tashqi siyosat analizchilari va strategiychilarning Xitoyning xatarli ekanligi va darajadan tashqari kuch bo'lish xavfini tunib yetdi deganlarni o'tirg'i qo'ygan. Amerikada turishli qonunshunos advokat Nuri Turkal apandimo Henry Kissingerning ilgari elib borgan Xitoy siyosati haqida o'z qarashlarini o'tirg'i qo'yib mundaq dedi. Henry Kissinger Xitoy-Amerika munosabatida nihoyat muhim rol o'ynagan shaxs. Lekin uning ba'zi tarqatgan ideyalari va yurgizgan siyosatlarining badalini Amerika bugun o'tayotdi. Henry Kissinger Xitoyda va Amerikada institutlarni qurgan bo'lib, Xitoyning g'arb dunyosiga kirishiga yo'l ochgan. Professor Bradley Kissingerning bu jarayonda yurgizgan siyosatlari ustida to'xtalib mundaq dedi. Xitoyning bundoq yuksalib ketishi faqat Xitoyning o'zining harakati bilan bo'lib qolmasdan, balki g'arbdagi nurg'un donliq shaxslarning Xitoyni qo'llaganligidan bo'lgan. Kissinger Kompartiyaning boshqarishidagi maktablarda mudir bo'lgan. Bugungi kunda Kissingerga o'xshash nurg'un siyosat va pul muomala sohasidagi shaxslarning Xitoyni yoqilab yurgizgan siyosatlarining Amerika strategiyasida xato ekanligi o'tirg'i chiqyapti. Ular uzun yillardan beri Xitoyni g'arb bilan hamkorlashidi
xalqaroning erkin tartibiga qaytiladi deb o'ylagan. Reallik buning asli bir xatolik ekanligini ko'rsatdi. Türkiyədəki Xitay virusu haqqında ən yeni məlumat. Türkiyə Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 30 aprel bir gün içində Xitay virusu bilan 93 kişinin qaza qılğanlığını e'lon qildi. Fahrettin Koca 30 aprel saat 7-də Türkiyədəki Xitay virusu yuqumining ən yeni ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 42004 kishini tekshirganligini, bir kun ichida yangidan yuqumlangan 2615 kishining ko'payganligini, bunun bilan Türkiyədə Xitay virusu bilan yuqumlanğıçılarning 120.204 ga yetganligini, bir kun ichida 93 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 3174 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə Ministri yana 30 aprel davolanayotgan bemorlar ichida 4846 kishining salomatligining asliga kelganligini, 1514 bemorning kesilining ig'ir ekanligini, yaxshilanayotgan bemorlar sonining ko'rinarli eshiyotganligini, kesili ig'ir bemorlarning soni ozlashga boshlaganligini, bu holatga kelishning osonga to'xtamaganligini, shunga har xil tadbirlarni qo'llanishda ching turishi kerakligini ta'kidladi. İlham To'xta institutining bayonoti xalqimizning g'azabini qo'zg'adi. 27 aprel İlham To'xta institutining institut qurilish munosabati bilan e'lon qilgan Sharq Turkiston xalqining g'ururiga tegadigan bayonlari muhojiratdagi Uyg'urlarni g'azablantirdi. 30 aprel Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi milliy mustaqillik da'voyimiz qizil siziqimizdir temasida bayonot e'lon qilib, siyosiy faoliyatlarning oxirgi nishoni Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarib, mustaqil bo'lish ekanligini, Sharq Turkistonning ismi, zamin butunligi, egilik huquqi, bayrog'i, islomiy va milliy kimligi, tili va madaniyati intayin sezgur, cheqilg'ili va talash tortish qilg'ili bo'lmaydigan, qat'iy voz kechgili bo'lmaydigan qizil siziq ekanligini, har qanday shaxs, guruh va tashkilotning Sharq Turkiston xalqining mustaqillik qimmat qarashlariga cheqilish va o'ynashishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydiganligini, har qanday kishi yoki tashkilot xalqimizning qimmat qarashiga cheqiladigan cheksiz g'azab nafratiga yer bilan yakson bo'lishga mahkum bo'ladiganligini bildirib, maydon izhor qildi. 30 aprel yana Uyg'ur akademiyasi o'zining to'r betida İlham To'xta institutining bayonotiga raddiya temasida maqola e'lon qilib, İlham To'xta instituti e'lon qilgan xalqimizning g'ururiga tegadigan xato so'zlarga raddiya berish bilan birga, İlham To'xta institutining 27 aprel e'lon qilgan bayonoti sababli o'tkazgan ig'ir xatoligini tunib, vatan ichi va sirtidagi barliq Sharq Turkiston xalqidan kechirim so'rashini, shundaqla amaliy ish harakati orqali Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasiga amal qilib, so'z harakatda birdak bo'lishga chaqirdi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.